Xalq tilida economizer, aslida esa Yeger klapan haqida haqiqat. Avtomobil ishqibozlari ichida Yeger klapanni ayrimlari noto'g'ri talqinda tushunishar ekan. Ya'ni bu yonilg'i sarfini kamaytirarmish. Bugun bo'lsa buni vazifasi, afzalliklari va kamchiliklari haqida suhbatlashamiz. Uning eng asosiy vazifasi chiqindi gazlarni ayrim qismini ko'p hollarda 5 dan 10% gacha qaytadan kirituvchi kollektorga qaytarib berib, yonishiga yordam beradi. Shuning uchun Yeger klapan bilan dvigatel atrof muhitni kamroq ifloslaydi. Tushunganingizdek, Euro 4, 5 va 6 talablari atrof muhitni ifloslanishiga qarshi qaratilgan bo'lgani uchun, xuddi shu talablarni bajarish uchun dvigatellar Yeger klapan bilan jihozlanadi. Buni kamchiliklari haqida gapiradigan bo'lsak, sifatsiz yonilg'i natijasida klapanda yig'ilgan nagar buni ishdan chiqarishi mumkin. Natijada chek chirog'i yonib qolishi, dvigatelingiz kuchi kamayishi va oxir-oqibat yonilg'i sarfi ko'payib ketishiga olib keladi. Keyin siz bu klapanni yo ta'mirlaysiz, yo alishtirasiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu economizer yoki Yeger klapan sizni yonilg'ingizni kamroq sarf qilish uchun emas, atrof muhitni kamroq ifloslanishiga xizmat qiladi. Endi bo'lsa siz o'zingizda bu klapan bor yo'qligini tekshirib, izohda o'z fikringizni qoldiring.